Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Sizlar bilan muntazam tarzda uchrashuvlar olib boryapmiz. Sizlarga qiziqarli bo'lgan savollar, murojaatlaringiz bo'lsa, bugun tinglaymiz sizlarni. Kimda kim savoli bo'lsa, murojaati bo'lsa, bemalol murojaat qilishi mumkin. Kimda masala bor? Keling. Keling. Ismim Doniyor. Assalomu alaykum. Beklar mahallasidan keldim. Chorvachilik bilan shug'ullanmoqchiman. O'sha yerga. Shunga bitta amaliy yordam berasizmi? Chorvachilikni rivojlantirmoqchisiz uyda. Yaxshi. Biz nechta chorva olasiz? Qancha summa kredit kerak sizga? Menga endi boshlanishiga kamroqdan boshlasam dedim. 50 million. 50 million 100 kredit. millionlik bo'lsa. Endi 100 millionlik 50 million so'mgacha jismoniy shaxsga ajratiladi. 100 millionlik u o'zingizni ro'yxatdan o'tib bir yuridik tashkilot bo'lsangiz agar 100 million so'mgacha kafilsiz 312-sonli qarorga asosan kredit ajratishimiz mumkin. Sizda hozir jismoniy o'zingizning nomingizga bo'lsa 50 million so'mgacha kreditimiz bor, 25% dan 5 yil muddatga ajratiladi. Siz bizlarga hujjatlaringizni topshirasiz. Bizlarning mahalla bankirimiz bor, bu bilan shug'ullanadi. Siz bilan hozir muloqot qilib, suhbatlashadida hujjatlaringizni olib, tez orada sizga 50 million kredit ajratishimizni bildiramiz.